Har yili hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham Merlin serialini ko'rib chiqaman. Bu yil ham yana Merlin serialini ko'rib chiqdim va serialning suratga olish ortidagi mashaqqatlarni ko'rib qoldim. Shunday ekan, bugun sizlar bilan serial va suratga olish ishlari bilan bo'lgan faktlarni gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Suratga olish jarayoni yetarlicha qiyinchiliklarga boy bo'lgan. Afsun paytida Merlinning ko'zlari rangi o'zgarishi hech qanday kompyuter grafikasi emas, balki real lazer nuri va linzalar orqali chiqarilgan. Bu esa o'z navbatida Colin Morgan uchun juda katta azob keltirgan. Aktyor serial yakunlangandan keyin ko'z og'rishi va xiralashidan tez-tez shikoyat qilgan. Yaxshiki, kasallik juda jiddiy tus olmagan, tezda o'z holiga qaytgan. Undan tashqari Colin Morgan vegetarian edi. Shu sababdan go'sht yeyish kerak bo'lgan sahnalarda u tofu yoki sabzavotlardan foydalangan. Bunga sabab aktyorga shundoq ham qiyinchiliklar yetarli edi. Shu sabab qulaylik yaratish maqsadida go'sht tuzilishini beruvchi sabzavotlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Kamelot qal'asidagi sahnalar Fransiyadagi Pierrefonds qal'asida suratga olingan. Pierrefonds qal'asidagi barcha tarixiy buyumlardan foydalanishgan va har bir buyum real tarixiy buyum hisoblangan. Shu sababdan ham aktyorlar va ijodiy jamoa juda ham hushyor holatda suratga tushishgan. Undan tashqari liboslar va qurol-aslahalar ham Pierrefonds qal'asidagi asl nusxasi bo'lgan. Zirhlar, ya'ni sovutlar juda og'ir bo'lgani sabab asl nusxasidan voz kechishga qaror qilishadi va ikkinchi sezondan boshlab sovutlar alohida plastmassadan tayyorlangan. Serialda e'tibor qaratsangiz, yaqqol ko'zga tashlanadi, ammo har bir detal uchun alohida ishlangan va sovutlarning har bir detaliga alohida e'tibor berishgan. Jang sahnalari imkon qadar jarohatsiz suratga olishga harakat qilingan, ammo shunda ham ot qattiq tovushlardan hurkib ochiq maydonga qo'pol yugurishni boshlaydi. Yaxshiyamki, aktyor ot ustidan sakrab qolishga ulguradi va jiddiy jarohat olmaydi. Bu Bredli James haqida ketyapti. Bredli James, ya'ni Artur, jamoa ichidagi eng pozitiv aktyor hisoblangan edi. U har gal Colin Morgan sehr so'zlarini o'qiyotganda yoki unga jo'r bo'lgan yoki kulgili xatti-harakatlar qilib uni kuldirgan. Bu sahnalar esa ijodiy jamoa orasida ham ancha kulguga sabab bo'lgan va pozitiv kayfiyat berib turgan. Ketty Makrat, ya'ni Morgana, aslida kostyumlar bo'yicha ishlagan va kino sanoatiga stilist yordamchisi sifatida kirgan edi. U aktyorlik ta'limini professional darajada olmagan edi va Merlin seriali uning uchun katta debyut bo'lgan. Aslini olganda Morgana serial davomida yovuz bo'lishi rejada bo'lmagan. Keyinchalik rejissyorlar Morganani yovuz personaj qilishga qaror qilishadi. Aslida serialning asosiy yovuzlari Margauza hamda Mordred bo'lishi kerak edi. Morgana yovuz qahramonga aylangach, uning kiyimlari og'irlashgan. Qora liboslar va metal bezaklar bir necha kilogrammni tashkil qilgan. Ketty intervyularning birida yozgi issiqda bu kiyimlar bilan ishlash juda qiyin bo'lganini ta'kidlab o'tgan. Ketty Makrat bu serialda o'zini ko'rsatish maqsadida har bir kadrlarni o'zi bajargan, hattoki jang sahnalarida va ekstremal sahnalarda ham dublyorsiz o'zi suratga tushgan. Gvinevraga ham biroz to'xtalsak, an'anaviy Artur afsonalarida Gvinevra zodagon qilib ko'rsatilgan, serialda esa u oddiy temirchining qizi sifatida tasvirlangan. Bu yozuvchilarning ataylab qilgan ijodiy g'oyasi edi. Undan tashqari serial boshida Gvinevra oq tanli bo'lishi rejada tutilgan edi, ammo ijodkorlar irqchilikni oldini olish maqsadida aynan shu yo'lni tanlashadi. Uther Pendragon serialdagi eng professional aktyor bo'lgan. Ko'plab aktyorlar sahna ortida undan maslahat so'rashgan. Serial boshida Uther rahmdil va yumshoq fe'l inson sifatida ko'rsatishmoqchi bo'lishadi, ammo sehrga qarshi kurash uchun qattiqqo'l va shafqatsiz bo'lishi lozim edi. Shunga qaramay, serialdagi roli qattiqqo'l va shafqatsiz bo'lsa ham, sahna ortida aktyor eng quvnoq va hammani kayfiyatini ko'taradigan inson bo'lgan. Gaius obrazi dastlab Merlinning otasi qilib ko'rsatilishi rejalashtirilgan edi, ammo keyinchalik ustozi sifatida gavdalantirilgan. Richard Wilson Britaniyadagi komik rollari orqali tanilgan edi. Shu sababdan ham jiddiy sahnalarning oxiri doimo hazil bilan tugatilgan. Serialdan bir nechta umumiy faktlarni keltirsam, oxirgi sezon atayin qorong'u formatda suratga olingan. Undan tashqari, aynan shu sezon uchun aktyorlar qaytadan harbiy qilich bilan sinovdan o'tishgan. Oxirgi sezon ssenariysi hech qaysi aktyorga berilmagan, sababi final nima bo'lishi barchadan sir tutilgan. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Menimcha hech kim bilmagan faktlarni aytdim deb umid qilaman. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.